Ro'zaning haqiqiy mohiyati nima? Bu faqat tong yorug'andan kun patquchi yemak ichmakdan o'zini tutish bilan cheklanadi. Bu savol shuningdek Ramazon oyining kunduzlari ro'za tutib, kechqurunlari harom ishlarga tushib qolish, Ramazon oyini haqiqiy ma'noda taqvodorlik oyi qilib o'tkazish uchun uni faqat bir odat yoki an'ana sifatida emas, kang ichilib dozaq mahkam taqilib yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon ibodatda usul ko'p tang suzilishga boshlaganda masjid munorlaridan azon ovozlari yangrayotganda millionlagan musulmonlar Allohning buyrug'iga bo'ysunib ro'za tutadi. Ro'za tutish degan bu so'z har yili quloqlarimizga nihoyat yaqinlik anglanadi. Ammo ro'zaning haqiqiy mohiyati nima? Bu faqat tong yorug'andan kun patquchi yemak ichmakdan o'zini tutish bilan cheklanadi. Bu savol har bir musulmonning qalbida yongan chiroqdek yo'ruq turishi kerak. Chunki ro'za faqat och qilish va ussizlikdan iborat emas. Balki u qalb va ruhning cho'nqur safaridir. Qur'on Karimda Alloh taolo bizga ro'zaning mohiyatini ochiq bayon qilib bergan. Bu muqaddas ibodat insonni moddiy dunyoning cheklamalaridan ozod qilib, ruhiy kamolatga yetaklaydigan ilohiy tarbiya maktabidir. Alloh taolo Qur'on Karimda mundaq deydi: "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey mu'minlar, ro'za sizlardan ilgirki ummatlarga farz qilingandek, sizlarga farz qilindi. Buningdan bo'lgan maqsad sizlarning taqvodor bo'lishinglar uchundir. Alloh taolo bu oyatda ro'zadan bo'lgan maqsadning taqvodor bo'lishimiz uchun ekanligini bayon qilib bergan. Ro'zaning mohiyatini texmi tushunishda Imom G'azali rahimahullohning bunu so'zlari bizga texmi ilhom beradi. Ro'zaning haqiqiy mohiyati qursoqni yemak ichmakdan cheklab, butun a'zolarni gunohdan saqlashdir. Bu ikkisi birlashmasa faqat inson ochlik va ussizlikni tortgan bo'ladi. Afsuski ba'zi kishilar ro'zaning mohiyatini tushunmayli ro'za tutadi. Ular boshqalar bilan birga ro'za tutadi, birga iftor qiladi. Ammo ro'zaning ruhiy va axloqiy tarbiyasidan hech qanday nasibasini ola olmaydi. Uni faqat har yili keladigan bir an'anaga aylantirib qo'ymoqda. Bu haqda payg'ambar alayhisalom kimiki yolg'on so'zni va uningga amal qilishini tark etmasa, Alloh taolo uning yemak ichmakni tark etishiga muhtoj emas degan. Bu hadis bizga ro'zaning faqat tomoq yemaslikla emasligini, balki tilni va ish harakatlarimizni gunohdan tamamen saqlash ekanligini o'rgatadi. Shuningdek Ramazon oyining kunduzlari ro'za tutib, kechqurunlari harom ishlarga tushib qolish ro'zaning ruhiga butunlay zid keladi. Masalan, televizorlardagi axloqqa zid programmalarni ko'rish, ayollar aralash so'rinlarda o'ltirish, islomiy qoidalarga rioya qilmaslik qatorliqlar ro'zaning savobini butunlay yo'qqa chiqaradi. Shuningdek jamiyatimizdagi ba'zi kishilar Ramazonni ziyofat oyiga aylantirib oldi. Iftor va suhurlik dasturxonlari haddidan ziyoda isrofchilik bilan to'ldirilmoqda. Holbuki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iftarını nihayet addi tamaklar bilen kılattı. Bundaqda biz Ramazan'ı qandaq ötküzüşümüz gerek? Birinçiden, rozunu faqat qursoq ochliqi deb tushunmasligimiz gerek. İkinciden, ko'zimizni haromdan, tilimizni yolg'on yovdaq so'zlardan saqlashimiz gerek. Üçünciden, vaqtimizni Qur'on tilovati, zikr, tasbih va boshqa amal ibodatlar bilan ötküzüşümüz gerek. Ramazan faqat bir oyla emas, balki bütün yil bo'yi davomlashtirishga tegishli bo'lgan go'zal axloq, yaxshi amallarni o'rganish maktabidir. Bu ayda erishgan ruhiy poklik va axloqiy go'zalliklarni yil bo'yi saqlab qolishga tirishishimiz lozim. Xulosalab aytgan vaqtimizda Ramazon oyini haqiqiy ma'noda taqvodorlik oyi qilib o'tkazish uchun uni faqat bir odat yoki an'ana sifatida emas, balki haqiqiy ibodat sifatida kutib olishimiz va shu bo'yicha o'tkazishimiz kerak. Bu orqali biz ro'zaning haqiqiy mohiyatini tushunib, uningdan ko'zlangan maqsadga yetalaymiz. Alloh taolo hammamizga ro'zaning haqiqatini, mohiyatini to'liq tushunib ro'za tutishga nasib qilsin.